Afsuski, hozirgi kunda O'zbekistonda ham onkologik kasalliklar jadallashib bormoqda. Onkologik kasalliklar o'z navbatida yuqori ko'rsatkichlarda turibdi va aynan reproduktiv yoshdagi ayollarimizda ham ming afsuski onkologik kasalliklar mavjud va farzand ko'rish istagida bo'lgan yosh qizlarimiz, reproduktiv yoshdagi ayollarimiz ba'zan onkologiya so'zini eshitgandan so'ng juda ham qo'rquvga tushib qolishadi. Farzandlik bo'lish imkoniyati boshqa manda bo'lmasligi mumkin deb o'ylashadi. Eko amaliyoti mumkin emas, gormonal dori vositalari mumkin emas deb o'ylashadi va farzandlik bo'la olmaslik to'g'risida juda ham kuchli psixologik zarbaga uchrashadi. Ammo shuni aytib o'tishimiz kerakki, reproduktologiyada, ya'ni reproduktiv salomatlik yoshida bo'lgan ayollarimizda agarda onkologiya tashxisi qo'yilgan bo'lsa, bu ayollarimizga birinchi navbatda ootsitlar bankingi yoki embrionlar bankingini tavsiya qilamiz. Agarda turmushga chiqmagan qizlarimiz bo'lsa, tuxum hujayralarini ximiya terapiya va nur terapiyadan oldin muzlatib qo'yishlarini. Chunki ximiya terapiya va nur terapiyadan keyin afsuski tuxum hujayralar rezervi kuyib ketish holatlari va ularni regeneratsiya qilish xususiyatining kuyib ketish holatlarini ko'rganmiz va bu holatlarda ming afsuslar bilan ayta olamizki, eko amaliyoti bu juftligimizga yordam bera olmasligi mumkin. Shuning uchun ham agarda turmushga chiqmagan qizlarimiz bo'lsa, tuxum hujayralar bankingi, ya'ni ularning follikullalari gormonal dori vositalari yordamida yetiltiriladi va ximiya nur terapiyadan oldin ularni muzlatib qo'yiladi. Agarda turmushga chiqqan juftliklarimiz bo'lsa, embrionlar bankingi, ya'ni tuxum hujayralarini yig'ib, turmush o'rtoqlarini spermasi bilan qo'shib, embrion holatida muzlatib qo'yiladi va ximiya nur terapiyasidan so'ng onkologiya o'zini pasaytirgandan so'ng, ya'ni tuzalish bosqichiga o'tgandan yoki uxlash bosqichiga o'tgandan so'ng biz embrion transfer amaliyotini bajarib, bu juftligimizga farzandli bo'lishlariga yordam bera olamiz. Ammo afsuslar bilan aytamizki, ayrim bemorlarimiz, ayrim ayollarimiz, qizlarimiz onkologiya so'zini eshitgandan so'ng zudlik bilan ximiya nur terapiya qilishga shoshilishadi. Farzandlik bo'lish imkoniyatlarini yo'qotib qo'yishlari mumkinligi haqida o'ylashmaydi. Shuning uchun ham hozir onkologiya rivojlanish davrida bo'lgan ekan, reproduktiv salomatlik, reproduktologiya ham rivojlanish bosqichida. Va bizda hozirgi kunda O'zbekistonda ootsitlar, ya'ni tuxum hujayralar bankingi muzlatib qo'yish va embrionlar muzlatib qo'yishga imkoniyatimiz yetarli. Onkologik kasalliklar bo'lgan yoki onkologiya bo'lgan juftliklarimizga yoki qizlarimizga maslahatimiz yana va yana qaytaramiz, tuxum hujayralar bankingi va embrionlar bankingi birinchi va eng asosiy o'rinda sizni farzandli bo'lishingizga yordam bera oladigan metod hisoblanadi.